tadbirlar. Assalomu alaykum. Studiyada Dilnoza Toshmuhammedova. Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasi hamda Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot-kutubxona markazi hamkorligida Milliy adabiyot o'zlikni anglatadi shiori ostida ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir doirasida viloyat axborot-kutubxona markazi hamda akademiya o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Bu haqda Zarbdor axborot-kutubxona markazining axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'limi mudiri Ozoda Musayeva shunday dedi. Ushbu hujjat kelgusida ilmiy ijodiy loyihalarni amalga oshirish, kitobxonlikni keng targ'ib etish hamda yosh avlodning ma'naviy estetik dunyoqarashini boyitishga xizmat qiladi. Tadbirning eng quvonchli lahzalaridan biri viloyat axborot kutubxona markazi direktori Qudratova Hafiza G'ofurovnaning munosib e'tirof etilishi bo'ldi. Akademiya tomonidan unga faxriy akademik ilmiy unvoni tantanali ravishda topshirildi. Mazkur yuksak e'tirof rahbarning ko'p yillik samarali faoliyati, milliy adabiyot va ma'naviyat rivojiga qo'shgan hissasi, shuningdek, kitobxonlikni targ'ib etish yo'lidagi fidokorona mehnatining yorqin ifodasidir. Shubhasiz bu kabi e'tiroflar nafaqat bir insonning muvaffaqiyati, balki butun jamoaning mehnatiga berilgan munosib bahodir. Siz xabarlar dasturini tingladingiz.